Amerika prezidenti Donald Tramp 17 iyun ئۇيغۇركىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنىنى imzoladı. Bunun bilan Amerika hökuməti Uyğurlarga ziyankeşlik qilgan Xitay əməldarlarına jazo yurgizalaydi. Amerika Kengash palatasi va Avam palatasi oldingi oyda yuqori belat bilan Uyg'ur kishilik huquqi siyosati qonunini ma'qullagandan keyin Amerika prezidenti Tramp chorshanba kuni bu qonunga rasmiy imzo qo'ydi. Bunun bilan Amerika hökumətiga Uyg'urlarga ziyankeşlik qilgan Xitay əməldarlarına jazo yurgizish huquqi berildi. Bu qonun loyihasining mazmuniga asosan bu qonun loyihasi yo'lga qo'yilgandan keyingi 180 kun ichida va uningdan keyin har yili Amerika doiralari Uyg'urlarga uzundan buyon nachar muomala qilgan yoki tutqun qilishga qatnashgan Xitoy amaldorlarini aniqlaydi va jazolaydi. Bu jazolar tizimdagi Xitoy amaldorlarining mol mulklarini to'nglatish, ularning Amerikaga kirishni rad qilish va viza berishni rad qilish yoki bekor qilishni o'z ichiga oladi. Kelgusida Amerika dövlət İşləri katibi yana dövlət məclisiga Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini tafsili doklad qilishi kerak. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Gaofeng 903 nomli yer yuzi ko'zitish sünni hamra shu yer vaqti soat 15 dan 19 da Jiuquan sünni hamra qo'yib berish bazasidan qo'yib berilgan. Xabarda aytilishicha, uzun safar 2 nomli to'shig'uvchi raketa orqali orbitasiga kirgizilgan sünni hamra optik yiroqdan sezish texnikasi orqali 1 metr aniqlikdagi rasmlarni yig'adi. Sünni hamra odatda yer ko'zitish, shahar planlash, yo'l to'rini loyihalash va tabiiy ofatning ta'sirini azaytish uchun ishlatiladi. Bu qitim 2 sünni hamra birlikda qo'yib berilgan bo'lib, ularning biri paraxod va aeroplan mulozimatiga oid uchurlarni to'playdi ekan. Yana biri nano sun'iy hamra texnikasini sinab qilish uchun xizmat qiladi ekan. Shuning bilan birga Xitoyning yuqori texnika orqali Uyg'urlarni bostirishni kuchaytirishi diqqatni tortmoqda. Xitoy doiralari Uyg'urlarni izqo'g'lash va qo'lga olishda yuqori texnikaga tayanib qolmasdan, balki yana 100 tonna sistemasi, ko'zitish kameralari va izqo'g'lash sistemalari orqali Sharqi Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirdi. Yettä dölet gorohiga a'zo dövlətlər çarşamba kuni Birləşməbayanat e'lon qilib, Xitayning خوڭكوڭ dövlət bixəterlik qonunining yo'lga qo'yilishiga qattiq andisini bildirdi. Hamda Beyjingdagi bu qarorni qayta o'ylanishga undadi. Imzo qo'yguchilar Amerika, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Angliyaning diplomatiya ministrlari. Shundaqla Yevropa ittifoqining yuqori darajalik vakillarini o'z ichiga oladi. Bayonotda mundaq deb ko'rsatildi. Xitoyning qarori خوڭكوڭning asosiy qonuni va Xitoy Angliya birlashma xitobnomasi prinsipidagi xalqaroliq ahdiga xilof hamda bir davlat ichki sistema prinsipi va خوڭكوڭning yuqori avtonomiya huquqiga og'ir ziyon soladi. Bu خوڭكوڭning ko'p yillardan buyon gullangan va muvaffaqiyat qozongan sistemasiga buzg'unchilik qiladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va Hindiston tashqi ishlar ministri Su Jishin tunugun telefonlashgan bo'lib, ikki taraf Galvan vodisidagi to'qinish keltirib chiqargan og'ir voqealarni odil bartaraf qilishga va yerlikdagi jiddiylikni balduroq pasaytirishga qo'shilgan. Xitoy va Hindiston askarlari orasida dushanba kuni ikki davlat chegarasida to'qinish yuz bergan bo'lib, Hindiston armiyasidan 20 askar qazo qilgan. Xitoy qazo qilganlarning sonini e'lon qilmadi. Ammo Hindiston taraf Xitoy tarafdan talafotga uchirganlarning 43 ga yetganligini aytdi. Bu navbatlik chegara to'qinishi bu yil 5-mayda boshlangan bo'lib, Ladakh rayonidagi Bangong ko'lida Xitoy va Hindiston harbiy xodimlari to'qinishib, ikki tarafdan nurg'un kishi yaralangan. Hindiston taraf Xitoy askarlarining o'xshamagan 3 joyda chegaradan o'tib, Chidir va Qarovulxonni qurganligini va Hindiston tarafining og'zaki ogohlantirishiga parvo qilmaganligini o'ttirg'a qo'ydi. To'rt davlat Birlashgan Dövlətlər Təşkilatı bixətərlik kېڭىشىنىڭ غەيرى da'ىmىy ئەزالىقىغاسايلاندى. Birlashgan Dövlətlər Təşkilatı bixətərlik kېڭىشىنىڭ 15 a'zosi bor bo'lib, buning ichida Xitoy,
Fransiya, Rossiya, Angliya va Amerika doimiy a'zo. Qolgan 10 a'zo bo'lsa g'ayri doimiy a'zo. G'ayri doimiy a'zolarning vazifa o'tash muddati 2 yil bo'lib, har yili saylam orqali 5 davlat almashtiriladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini 17-slar Meksika, Hindiston, Norvegiya va İrlandiyani bixatarlik kengişining g'ayri doimiy a'zoligiga sayladi. Keniya bilan Djibouti Afrika rayonida o'rin almashyotgan bo'lib, har ikki davlat talabdagi 3dan 2 qism ko'p sonliqqa erishamaganligi uchun keyingi bosqichliq saylamga qoldirildi. Yangidan saylangan a'zolar 2021 yili 1 yanvardan boshlab 2 yil vazifa o'taydi.